شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraninki 188-oyatni o'qiymiz. Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatlarda insonlarga xitob qilib, undan keyin mu'minlarga xitob qilib, halol yeyish to'g'riliq, pok yeyish to'g'riliq tavsiya ta'limotlarni bir bo'lgandan keyin bugungi oyatimizda yo'lsizlik bilan boshqalarning mol mulkini egallab olmaslik, yavanmaslik haqida eskartma beryotdi. Biz ilgirki darsimizning oxirisida zaminning normal davom qilishi, insonlarning normal yashashi, intizom tartibining buzilib ketmasligi uchun har odam o'z doirasidagi o'z egilgan, ya'ni o'zi yaratgan bir natija bilan bahramand bo'lishi kerak. Boshqa yaratgan natija, boshqa yaratgan qimmat boyliqlarga ko'z tikmaslik kerak. Bo'lmaganda normal hayot harakati davom qilolmaydi degan asosda oxirlashtirgandik. Bugungi dars dal shu mazmunning oxirisi. Alloh subhanahu va taolo da'vatida va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil va tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ith va antum ta'lamun. Oyatning izohatiga kirishdan ilgari qisqacha tarjima qilsak, sizlar mollaringlarni aranglarda yo'lsizlik bilan yavanmanglar. Buni bilan hokimlarning qishig'i ib berib, buni so'rab opirib, bir qism kishilarning bir qism mollarini yavaldigan ishni qilmanglar. Haqsiz shaklda, bil ismini gunoh shaklda sizlar bilib turib deb mushunchalik ifodaldi. Hamda bu yerda oyatning ifodasida boshqalarning mol mulkini degan ifodani qo'llanmadi Alloh subhanahu va taolo. Nima dedi? Sizlarning mol mulkinglarni aranglarda haqsizlik bilan yavanmanglar deb sizlar degan bir ifoda qo'llandi. Sizlar degan ifoda qo'llanishining sababi, chunki qachoniki bir haqsizlik o'ttirg'i chiqsa, haqsizlik yuz bergan vaqtida, xususan bir taraf yana bir tarafning mol mulkini yavagan bo'lmaydi. Masalan, men haqsizlarcha boshqalarning mol mulkini yavagan vaqtimda men ham yavagan bo'lmayman. Chunki men boshqalarning mol mulkini haqsiz yavaldim-mi? Boshqalni mening mol mulkimni haqsiz yavalmasin demayman vaqtda. Men boshqalnikini yeyman. Boshqalar meningkini yeydi haqsizlik bilan. İnsanlar bir qalaymiqanchilik ichiga tushdi. Hisobda oxirida ziyon tortadiganini, oxirida yildigini o'zimiz olamiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo buning vabolining o'zimizga keladiganligi, buning vabolininki oxirida tortadigan ziyonning o'zimizga keladiganligi, boshqalarning mol mulkini haqsiz yavaldik degan gap amaliyotda o'zimizning mol mulkini haqsiz yavaldik degan bo'ladi. Din ifodalash uchun ma oyatdagi ifodada sizlar mollaringlarni aranglarda haqsizlik bilan bil batil degani batil yo'llar bilan yavanmang degan ma ifodani qo'llandi. Cho'qim men haqliq yo'l bilan o'zimning haqqini olgan vaqtimda
Başqalarmı özünün haqqını haqlıq yoludan alğan vaqtida, başqalarının haqqını haqlıq yoldan bergen vaqtında, ondan keyin insanların hayatı intizamlaşıdı, tertiplikleşidi. Mana bu Allah subhanahu wa taala bizning hayatımızda görüşünü isteyen halet. Allah subhanahu wa taala bizning hayatımızdaki başta buluşunu isteyen bir tüzüm. İnaqki ayetden çıkıp duruptu, Allah bizning turmuşimizning, hayat ritmimizning pakiz, şerefli, isil, ma şekilde buluşunu isteydi. Yani qusqunga haram kirmisun deydi. Senin qusqunga kirdiğini, yeydiğinin çokum sen ter tüküp, işleş arqılıq, üzəngnin haqqı olan nəskirsin sana. Çokum insan, yiyiştin ilgiri, eliştin ilgiri hareket qılsın. İşlisin, başqalının qılğan işinin neticesini, meyvesini men üzümem dep onu kütmesin. Çünkü bu xil şekilde ahval şekillense, men işlemedim, hareket qilmadim, ama rahat şekilde yaşavadım. Başqalının qanını sümürvadım. Başqalı işlegen neticelerini, meyvelerini men üzvatsam, yani bu xil şekildeki horulluq mende şekillense, bunu görgen başqalarımı çokum şu xil usul kullanırdı. Men işleme yiyeceğikenme, başqalarını işleme yiyişini halaydı. Şunu olan men işlemeyme, başqalarını işlemeydi. İnsanlar turmuşu, ritmi toxtaydı, horulluq şekillenidi, umumiyüzlük hayat qalaymaqançılıqqa düşüdü. Bu bir xatalık bu. Bu bizge yaxşı hareket ekenmeydi bu. Bunun için men çoxum yeyiştin ilgiri, üzümden haqqını eliştin ilgiri hareket qilishim kerak. Eğer bu xil umumiyüzlük bunda insanlar oturuz bir cemiyette toplum şekilde hareket toxtab qaldı degen gap, hemmeyle aç qaldı degen gap. Şu vaqtda an qalaymaqançılık, bulang tarang bu ahval şekillenadi. Şoňa Allah subhanahu wa taala insan özünün yemek, içmek, kiyim-kechak, turalgı, qatarlıq bu xil ehtiyojlarini qamdaş üçün hareket qilishini xalaydı. Hareket qilsin davatıdı. Bu arqılıq hayatının roli an jari oludu. Hayat an davam qiladigan gap. Yani bizning hayatımız şu vaqtida, şu arqılıq şereflik hayat oludu. Şerefsiz olmaydı o vaqtida. Her şey menfaatlik oludu. Çünkü biz qilgan her hareket, her bir iş, biz qilgan her bir iş, bunun menfaati bizgilam kelmeydi. Belki zencirsiman şekilde her tarafga münasibetlik oludu. Mesela dehqon yetirip açlık çıkardı. Dehqonningki yer teriydigan üskünlerini tömöçü yasaydı. Mesela tömöçü özünün qusquğu dehqonninkini aladı. Tömöçü kiyimge ehtiyojli, kiyimni başqalarga tikdi. Maşta sözlep apasaq, zencirsiman şekilde bir adamning işligini, hareket qilgini hesapda hamma adamning ishlash va zencirsiman holati bizga bog'langan şekilde ritmni shakllantiradi. Hesapta bir adam hareketlense, hamma adam hareketlenadi. Bir adam pakiz, şerefli hareketlense, yani haqlıq şekilde özünün haqqı ve özünün haqqını alğan şey, başqalarının haqqını təcavüz qılmagan şekilde hareketlense, hamma ile bu xil şerefli şekilde hareketlenadi. Onun hammalarının yüzü yoruq oldu. Çünkü mao işlep yüzü yoruq oldu. Bunu görgen başqalar tabii ki şunun oxşaş işlep yüzünün yoruq oluşunu xalaydı. Bu işledi, turmuşu beyidi, turmuşu paravallaştı, başqalığa möhtaç olmadı, başqalığa bir narsa olmadı. Bunu görgen yana birisi şunun oxşaş işlep başqalığa möhtaç oluşduğunu, qutuluşunu oylaydı da hammalardan teng hareket qiladi. Ma hayatının intizamı intayin güzel halatga keladi. Endi muşu xil hareket endi. Ma bir noktalaydı, mühim nokta. İnsan işleş, bir narsaga erishish uchun, bir narsa yeyish uchun hareket qilish kerak dedik ya. Şu xil hareket olgan vaqtda yo'lsiz hareket olmaslik kerak yani. Biz bayatdan azroq bu haqda ma'lum mazmunni o'tdik. Endi hareket qildim deb bir o'g'rilik qilish uchun hareket qiladi, ma'lum ishlarni qiladi. Lekin uning o hareketi sharafsiz hareket, harom hareket. Uning erishgan har qanday bir nasibisi harom nasib bo'ladi. Yani o'g'irlangan har qanday mal, o'g'irlangan mal orqali uning
qurgan turmushi hammasi harom ustiga qurilgan hayot, harom ustiga qurilgan ish bo'ladi. Bulangchilikmi shu, boshqalarni aldashmi shu, qilayotgan xizmatingda boshqalarning ishonganidan chiqolmasliging, yana omonatsizliging bumi shu, boshqalar omonat qo'ysa bunga xiyonat qilishingmi shu, omonatni inkor qilishingmi shu, hammasi to'liq batil, oyatda tilg'ilingan batil. Oyatda nima dedi? Batil iborasini ishlatdi. Va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Hammasi batilning tahtiga daxil, ya'ni yo'lsiz bir narsaga erishish. Boshqalarning haqqini o'zingning qilganlik bo'ladi amaliyotda. Endi Alloh subhanahu va taolo shu oyatda va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Arangdagi mol-mulklaringlarni haqsiz yo'lda bilan yavamang deb bo'lib, oxirisida tudlu biha ilal hukam. Hakimlarning qishiga so'rab apamanglar deyapti yani. Yani bu haqsizlikni sizlarga oqlab, buning sizning haqqingiz ekanligini isbotlash uchun hakimning qishiga apiriblam, buning o'zanligini nisbatan halol ekanligiga bana topmanglar. Jamiyatda ashta ikki odam talashib qoldi bir narsa ustida, haq, huquq ustida. Amaliyotda insonlar insof qilsa, insof qilib qalbini pok tutsa, talashgan, talashga tushgan shu mol-mulk yoki shu haqninki asli kimning haqqi ekanligini biladi birisi. Ammo uning ko'kamiligi, haromxo'rligi, boshqalarning haqqini qo'qmaydigan idisi, uning qishidagi ma'lum dalil pakitlan. Har zaman dalil pakit o'g'an odamning hammasi haqli bo'lmaydi. Dalil pakitni o'ydirib chiqarib yoki qarshi taraf dalil pakit yo'q, lekin u haq sohibi bo'ladi. Shuning bilan hokimga sotning qishiga opiriblar. Hokim yoki sot buning palonning haqqi dalil pakitligiga qarab, chunki abrisi dalil pakitni kuchligiga ko'rsatildi. Ma'o dalil pakitni kuchligiga ko'rsatilmadi. Shuning bilan hokimning chiqargan qarori, sotning chiqargan qarori ma'o palonining desa, shuning bilan hokim shunda araga chiqa, bu mening haqqim bo'ldi degan ideya bilan o'zini oqlab, o'ziga ba'no ko'rsatdi. Bu xato. Mayli 100 hokim yoki 100 sot buni palonining haqqi deb hukm qilsin. Amaliyat u palonining emas, pukunining ekan bo'lsa, Allohning oldida qat'iy o'tmaydi. Faqat dunyodagi ilm bilim, qonuniy va sot hukm ijroat masalalari shu bo'yicha ado qilinadi. Chunki dalil shunday shaklda ko'rildi. Birisi gapga usta yoki dalili uning kuchli bo'lib qoldi. Yana bir tarafning haq sohibining dalili yo'q bo'lib qoldi. Dalili yo'q bo'lib qolganligi uchun bu ish mandaqqa o'zgarib qolmaydi. Bu oyatda va tudlu biha ilal hukm. Ko'pincha odamlar mushu shaklda masalalarni oqlaydi. O'zining boshqalarning haqqini yavaganligini mushu shaklda oqlaydi. Ya'ni o'zi shu shaklda tasalli beradi. Mening olmasa sotchi unda hukm qilamdi, sot unda hukm chiqaramdi. Bu nima bo'lanmaydi? Aqlig'ichi bahona sabab bo'lanmaydi. Qandaqdir hargizmi hokim ashta hukm chiqadi. Sotdan shunday hukm chiqdi, gunoh bo'lsa ashluga, men shuni deganini qildim, ya unda ishonmaydi. Faqat avvalo dalilga qarab turib qiladi, dalil olmay qolib qolsa, shu prinsip bo'yicha ijro qilaveradi. Ammo sening vijdoning va, sening iymoning va, sen bu yerda asli haqning kim ekanligini bilsasan, bu yuzdan bu şekilde bahane ko'rsatib o'zingni aqlamaslikning, boshqalarning haqqini yevilishga yo'l topmasliging kerak. Undan boshqa masalan deyli, jamiyatda har xil yermiyalang'och usullar va shariatda harom qilingan naqshlar va undan boshqa har xil yomon fahish ishlar va haroq so'rinlar va qavoqallar va hukumatlarningki, bugungi kundagi hukumatlarningki unda so'rinlarni yo'l qo'yganligi, uningga ruxsat berganligi, cheklamaganligi bu ishlarni halol qilinmaydi. Eslanda bo'lsin, Diyanet medeniye deb qo'ydi arabchada. Bunda qonuniy tartibdagi chiqarilgan hukm bilan Allohning nazridagi hukm o'xshamaydi. Qonuniy tartib boshqa, Allohning nazridagi hukm boshqa. Biz bayatni degan sotning chiqargan hukmidimi, u degan qonuniy tartibdan chiqarilgan hukm. Prinsip shu qilib chiqdi, ammo amaliyotda sen boshqalarning haqqini olib qolgan bo'lsang, Allohning oldida cho'qin uning savol so'rog'ini birsa, o'zining haqqi emas. Gerçi qonundan o şekilde hüküm çıkargan bo'lsin. Şuna ba'zi
islom deb atilayotgan davlatlar, islomiy davlat hukumatlarning ba'zilarini yo'l qo'yganligi, cheklamaganligi u ishni halol qilmaydi. U ish harom peti, shayatqan harom qilmas harom peti qilaveradi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bir ishni halol demadimi, haram dedimi, bu ishni qilgan odam boshqalarning mushu yo'ldan topgan har qanday bir narsa uning nisbatan harom bo'ladi, chunki u yo'lsizlik bilan topgan bo'ladi uni. Üzning qo'soqlarini harom bilan to'ldirgan bo'ladi, ballarininki begunoh ballarining qo'sqini harom bilan to'ldirgan bo'ladi. Hatto üzning mas'uliyati ostidagi kimlar bo'lsa, shularning hammasining qo'sqini harom narsalar bilan to'ldirgan bo'ladi. Endi bizning bu yerda qiladigan tavsiyamiz bu odamlar o'zini va o'zining qo'l ostidagi mas'uliyat ostidagi ballari va boshqa xizmatkorlar deylik, masalan, bularning haram yeyishiga vosita olmaslik kerak. Yavatqanlarmi? Masalan, balalar deymiz, ma'lum cho'g'ondan keyin uning aqlini biladi. Yoki xizmatchi o'zining xo'jayinining bergan mol-mulkining manbasiga qarash kerak, ota-onasining topgan pulining manbasiga qarash kerak, halolmi, harommi buningga diqqat qilish kerak. Agar harom bo'lib qolsa, dada, biz siz tehib kelgan bu pul moldan yemaymiz. Chunki bu harom, bu batil. Alloh subhanahu va taolo bizni batil yo'llar bilan yemanglar degan. Allah bizning rizqimizga kepil. Mayli siz bizni boqmasangiz mayli deyish kerak. Bu xil shaklda inkos bildirish kerak. Endi ba'zilar jamiyatda umumlashib ketgan bir ahvollar bor. Men qilmasam boshqalar qiladi-ku. Endi jamiyat shunga ko'nab ketdi. Buni qilmay amal yo'q. Mandaq shaklda o'ziga bir bahona izlaydi. Biz ularga deymizki, ya'ni ahvol unda emas. Çoxum hayatni boshqadan o'rinlashtirish lozim. Agar jamiyat, ijtimoiy jamiyat shu xil bo'lib qolgan bo'lsa, siz boshqadan o'rinlashtirishinglar kerak. Çoxum boshqa shaklda berish kerak. Agar birov yo'q, mana shunday qilma deb tursa, bu odamga oid bo'lgan, bu odamning bolalari yoki boshqa bu odam mas'ul bo'layotgan kishilar bularni rad qilish kerak. Bularga qarshi mavqeda turish kerak. Bu tehib kelgan bunda yomon manbadan, xato batil manbadan tehib kelgan mol-mulkni yemaslik kerak qatdi. Shu vaqtida bir nuqta o'ylanglar, bola dadasining chiroyiga qarab turib, dada, sizning tehib kelgan bu maling, bu puling haromkan, ya'ni sen qima o'ynaydi ekansan, masalan, yoki sizning menda bir jazonising va jazoning bor ekan, yoki sizning tijorating halol yo'llar bilan qilingan tijorat emaskan, men sizning yemayman bu mol-mulkingni degan vaqtda dadada ko'riladigan ifoda tasavvur qilolmaysizlar. Cho'qim o'zgarish bo'ladi bu yerda. Intayin ig'ir bo'ladi. Mayli ana yoki mayli dada olsun. Ba'zilar o'zining rizqini ansiraydi. Xudoyim mushtab rizq beribdi ekan bizga. Bizning boshqa bundan rizq tepib yeyish yo'limiz yo'q. Halbuki Alloh subhanahu va taolo ularning rizqiga kepil. Ularga xohlagancha hisobsiz rizq beradi. Inson o'ylamasinki, qilayotgan ishidan jon beqiyotman deb o'ylamasin. Buning jonini beqiyotgani, mush qilayotgan ishi sababli Alloh bergan rizq. Bu o'zining jonini Alloh bergan rizqdan beqiyotdi. Cho'qim bu batil xato ishidan yana bir ishga yo'tkalsa, Alloh subhanahu va taolo uningga hargiz halol rizq berishga baxillik qilmaydi. Bu cho'qim halol rizq qanaqalar topa oladi. Masalan, menda bir ahvol bo'lgan. Allah subhanahu va taolo Mekkada Baytullohni mushriklarning tavob qilishini cheklagan. Shuning bilan Mekkada Baytullohni tavob qilg'ili kelgan tavobchilarga xizmat qilib, bir narsa setib, jon kechiradigan bir bilik odamlar bor. Bularning beshiga g'am tushganda bu mushriklar kamisa arablarningki ko'p qismi mushrik tursa, o'z vaqtida islomning dastlabki davridagi vaqt, ya'ni Makka yangi musulmonlarning qo'lga o'tgan vaqt, ko'p qismi mushrik tursa, mushriklarning hammani kelishdan cheklasa, endi qanday bo'ladi? Biz qani jon boqamiz degan. Bundan kallasiga kelgan xiyol shu bo'lgan. Neden yaşayımız deb çomunda. Allah subhanahu wa ta'ala mushu masalani qanday hal qilgandi? Sura Tavbaninki 28-oyatiga qarasanglar, Allah subhanahu wa ta'ala mushriklar degan necis Masjidil Haromga bu yildan keyin yaqinlashmaydi, kelmaydi. Chekildimi? Cheklab bo'lib, bir oyat keynida nima deydi? Va in khiftum ailatan. Sizlar kishilar tavobga kelmaslik orqali tijoratingizning kasatlashib,
kambag'alib qilishingizdan, qiynalib qilishingizdan qo'rqsanglar, fasawfa yughnikumullohu min fadlihi insha. Alloh xolisa o'z fazlidan sizlarni bayqab o'tadi deydi. Cho'qim Allah bir yana cheklagan ekan. Sen Allohning rizoligini ko'zlab, bu cheklagan ishni tashlab, yana bir kasbga, halol kasbga o'tganingda Allohning sana chiqish yo'l beradiganligi aniq. Mesela bu şekilde hal qilindi yani. Allah bu şekilde ishonch ba'di mu'minlarga shu vaqtida. Haygizmi bir odam mening birdan bir chiqish yo'lim shu. Mening mushu dukunim bor, mushu boshqa ishni men qilolmayman, boshqa ish qilamdan kelmaydi. Bu ishni tashlasam, men boshqa ishga jon boqolmayman deydigan gapni qilmasin. Mayli u qilayotgan ishi qanday ish bo'lsin, jazoni xo'rlik, masalan, ya o halol harom bo'lgan naqshi muzikadan dum foydalanib pul topadi ekan, masalan, yoki but yasab pul topadi ekan va shunga o'xshagan Alloh cheklagan ishlar bilan qilgan har qanday bir tijorat bo'lib qolsa, ishkilanmay tashlash kerak u. Allah dediki bayatdan bizga misol sifatida mushriklar Makkani tavob qilishdan, Baytullohni tavob qilishdan cheklanib, ular kamisa sening ishoningning aqmay, tijoratingning aqmay, uldan oladigan foydani ololmay kambag'al qilishdan qo'rqsanglar, fasawfa yughnikumullohu min fadli. Alloh sizni o'z fazlidan qanday qiladi? Boy qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib sen Allohning g'azabiga yo'laqmayman, Allohning azobiga yo'laqmay mushni tashlay degan vaqtingda Alloh sana cho'qim chiqish yo'l beradi. Sana o'ylamaga yer rizq beradi. Qur'onda bir oyatda keldi ya, "Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Kim Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqib, gunoh, yomon ishlardan saqlansa, Allohning g'azabidan saqlansa, qo'rqsa, yaj'al lahu makhraja. Uningga chiqish yo'l qilib beradi va yarzuqhu min haythu la yahtasib. O'ylamaga yerdan buningga rizq beradi. Cho'qim tavakkul qilish kerak. Allohning hargiz Alloh qo'lini yig'ib olmaydi bu halol yo'lga kelgan vaqtida. Şunlaşqanda ayetning o'ziga qaytsak, Alloh subhanahu va taolo "Va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil" degini mayli o'zining qusqiga yoki o'zining mas'uliyat doirasidagi kishilarning qusqiga harom molni kirgizmaslik eskartmasi. Chuqum halol yo'llar bilan topgan, sharaflik ishlarni qilish orqali, pok ishlarni qilish orqali topgan pul mollar bilan andakin ehtiyojini qamlasang bo'ladi. Bu jihatda bizning doimo shuorimiz "Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Bayatni o'qigan oyat shu. Allohdan qo'rqqan odamga Alloh chiqish yo'l beradi va o'ylamagan yerdan nima beradi? Hisob beradi. Insonda bo'lsin, biz shuni bilishimiz kerak, kim haqsiz yo'llar bilan bir ishni qildimi, bir ishni qilib shu ishdan pul tep yoki mol-mulk tep yeydimi, cho'qim haqliq bo'lgan nuqtada och qoladi odam. Masalan, nurg'un odamlar hayotida haqsiz jazoni va uning o'xshagan Alloh cheklagan shakldagi tijoratlar bilan, yo'lsizliklar bilan yoki boshqalardan para elish orqali to'plagan mol-mulklarini to'playdi. Oxirisida doktor u kishiga sen manda masala va falan tamoqni yesang olmaydi, bugun tamoqni yesang olmaydi. Bu adam normal yaşaydigan odamdek mu yaşayamaydı o vaqtida. Demek halal bo'lmagan, haqsiz yo'llar bilan pul topdi, haqli qo'ygan, yeyishga tegishli tamoqni qana qilanmadi, yemmadi. Mana bir ahvollar bor. Bu bir xalqcha taqilgan bir gap. Haram yo'llar bilan bir narsa yesa, chuqum halal yeyishga tegishli narsadan qana qiladi, mahrum qiladi. Bu aniq masala. Ko'ryapmiz yosh vaqtlarda zilva badallari bilan kishilarning ko'zlaridan o't chiqargan kishilarningki bir vaqtlarga kelib hech qanday bir holatining qolmaganligini ko'zni o'ynatib boshqalarni azdug'anlarning hayotining oxiriga kelgan vaqtda ko'zdan ayrilib ama o'lib ketganini buni ancha-muncha anglaymiz, ko'ramiz. Misha kelgan vaqtda biz qarindoshlarimizga bir narsa deyalaymiz. Siz bu haqiqatni tushunishni, haqiqiy xohlasanglar, agar sanab boqay desanglar, o'zinglar atrofingizda biladigan, tuniydigan kishilarga bir tizimlik turg'izib, faloni, pukuni deb yezib, masalan, haqsiz yo'llar bilan shug'ullanayotgan kishilar bor. Haqsiz pul toplayotgan, haqsiz zulm solayotgan, masalan, mushu kishilarning butun tizimligini yezib
küzüp bakın hayatınızda. Mesela bugün günde mesela şu bizning etrafımızda naydi paravan yaşavatıdı. Haksız yollar bilen gidip mağrur halatda kişilerge zulüm silavatıdı. Perva qilmasdan. Çünkü onun yolu uçuk hazır. Muşu kişilerini küzdüңlar, ularning ahirine ne görüp to'xtadi? Ahir hayatı qanday ahirlashdi? Muşnunga diqqat qilib bakinglar agar xohlasanglar. Esingizda bo'lsin, haqsiz qadam olgan odam haqliq oladigan qadamlardan cho'qqum mahrum qoladi. Endi yana mushu munosabatlar mushu oyatda mol mulklarni oranglarda haqsiz yo'llar bilan yavaman degan oyatning izohati munosabati bilan biz yana deydiganimiz masalani aniq bir bilinmaydi muhim masaladan birisi var. Allah subhanahu va taoloni hargizmi oldimanglar. Ba'zi insonlar var, o noktadan davatimiz. Mal mulkni toplab bu mal mulkdan bir muncha yaxshi yo'llarga sarf qiladi. O'ylaydi-ki, bu orqali mal mulkimiz yuyiladi. Paklanadi deb o'ylaydi. Halbuki Allah buni asla qabul qilmaydi. Chunki Allah pakdir, faqat pak narsalarni qabul qiladi. Hayotda eski ishlarni jiq qilib o'tib, mal mulkining hammasi haromdan tepib o'tib, haj ko'rdiganlar var. Masjid soldiganlar var. Her isil güzel işlerini kıldıqanlar var. Ama bu pul mallarının mənbəsi haram. Biz bunda adamlarga deyimiz ki, Allah sizning qıldığan ibadetinizə heç ehtiyacı yok. Sizning haram sadiqanlığa heç ehtiyacı yok. Sizning mal mülkünlə, haram mal mülkünlə qılğan yaxşı işlərinizə heç ehtiyacı yok. Allah subhanahu wa taala sizlərdən haram maldan məsəl birishni yoki bendilərə haram bo'lmagan yo'llardan topgan pullar bilan yaxshilik qilishingizni asla xohlamaydi. Allohning xohlaydigini bu yerda to'g'ri yo'lda mangishinglar. To'g'ri yo'lda mang yetar. Sen uni yaxshilik qilmasangmi, buni qilmasangmi, sen to'g'ri yo'lda mang, shuning o'zi yetadi. Endi oyatga qaytadan bir qarab chiqqan vaqtimizda oyatda mana bir nuqta odamning diqqatini tortadi. Mal mulkinglarni yo'lsizlik bilan aranglarda, yo'lsiz yo'llar bilan yavanmanglar deb bo'lib, sizlar bu orqali hokimlarning qishig'i verib, bir bilik kishilarning mol-mulkini yavalasi degan bir ifoda bor. Hokimning tilga elinishi bu oyatda nima diqqatimizni tortadi desa, chunki ko'pincha vallahi Allohda haram mol-mulk, yo'lsiz boshqa mol-mulkni egallab olishlar hokimlar tomonidan yo'llantirilgan. Yani İslami olmagan, yoki İslami olsun Allah'ın şeriatini, menhecini tatbiqlamaydigan hükümetler tarafından haram pul tepiş yolları kanunluqlaştırıldı. Bununla qaraplan, mana hükümet yol koydu. Bu hükümet degan bunda İslami hükümet mesela. İslami hükümet olmasa o kişilerin kallasından bu degan Müslüman bo'lmagandan kafir bo'lgandan deydi. Lekin İslami deb atılayotgan ama haram işlarga qarab turib yo'l qo'ydigan hükümetler qarta ba'zi diniy tushunchasi cho'nqir bo'lmagan kishilar xato bo'lsa yo'l qo'yamdi mushlar degan bahona bilan ishni boshlab ketdi. Mush oyatdagi halol, haram yeyish, boshqalarning mol-mulkini haqsiz yo'llar bilan egallab olish masalasida hokimlarning qilganishi ko'p hollarda bunday shakldagi ishlarni shu hukumatlar yo'lliqlashtirib turdi. Yani yolsuz işlerini yolluklaştırıp durdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bir hadisi var. Men bir insan, Resulullah kişilerinin öz ara aldığı kelgen cengizciler, dağıtalaş, hak talep davalarda. Men bir insan, bana davagarlık kılıdı. Bästin pak cəhətli güçlü olub qalıdı. Ben dersine başı dedim ki, daim hak sahiplerinin delili güçlü var, onda iş yok. Bazı uydurma şekilde mesela bugün gündüm sotlan aldaydıgan her xil dilolar var. Hatta sotçularning beşimi qayım okudu. Mesela asli manda ekanligini bilib tursa-mu, ammo haqsizlik qilayotgan kishilar o'ziga yarasha bir faktlarni uydurib chiqarib olgan. Faktni aldamalsiz. Rasululloh bu şekilde vatadi. Ba'zilarning dalil fakti kuchli bo'lishi mumkin. Shuni bilan men deydi Rasululloh, rost gap qildi deb o'ylab şunun qarta hüküm qilib berma, ammo hüküm xato chiqarliq amaliyotda. Munda bo'lib qolgan vaqtida bu yerdagi men olib berganim
Hergizmi Rasulullah aşta buyurup berdi dep alılıp kalmaydı. Belki o otның bir partisi, özünün vicdanıga qarasın, imanıga qarasın, halisa alsın, halisa taşlasın. Hüküm hiç nersini özgertmeydi. Hakimning hükmü her qanday narsaning xarakterini özgertmeydi. Hakimning hükmü prinsip boyunca çıkıdı, sotning hükmü. Amma da'vogarlar özünün vicdanı, imanıga qarab baqish kerak. Endi o'ylab baqilib, hadisni degan kishi Rasulullah. Rasulullah ma'sum. Nima uchun bu şekilde deydi? Çünkü hükümün xarakteri bu. Hüküm prinsip asoslanadi, delilga asoslanadi. Kishilar yolg'ondan delil pakini o'ylab kelsa, haqli bo'lgan kishining delil pakiti bo'lmasa, qanday qiladi? Hüküm ko'p hollarda delil pakiti qilib chiqarilaveradi. Yani haqning haqqini yeb ketaveradi haq. Uqmaydi uni hech kim. Bu yerda insonning o'zining vijdoni, iymoni muhim o'rinda turadi. Muhim o'rinda turadi. Yani oyatda bizning diqqatimizni tortgan taraf shuki, yani masalan hokimlar, hukumatlar tasdiqlash orqali fasodliklar, eskiliklar, masalan haram ishlar qonunluqlashtirilgan vaqtida inson hokimning hukmini, sotning hukmini yoki hukumatning hukmini bir o'zining butun ishlarini oqlaydigan bir bahona sabab shaklda mingiveradigan gap. Masalan ba'zi davlatlarda, masalan ko'pincha ba'zi emas, ko'pincha davlatlarda, asosan hamma davlatlardagidek jazoni yo'l qo'yaqliq masalan muomala qilaveradi. Hukumat yo'l qo'yib beradi. Masalan g'ayri islom davlatlarida biz tushunamiz ham buni. Ammo islom davlatlarida islom davlati o'g'achqa ba'zi damlar davlatning, hukumatning islom bo'lganiga, islomiy bo'lganiga qarab bilan shuni illat sabab qilib qilaveradi. Buni bizga masliq deb o'ylaydi, lekin bu xato. Chunki musha halol harom babida Alloh subhanahu va taolo insonni o'ziga topshiryapti. Hokimlarning qishig'i opirib, xalqning yo'llarini yo'lsizliklarni yavanmanglar deb alayda eskartib qo'ygani shaxslarning vijdoni bundan muhim. Hokimlarning har qanday qarori, har qanday hukmi hisob emas, harom babida. Esingda bo'lsin, boshqalarning mol-mulkini yo'lsiz shaklda, o'ziga tava bo'lmagan mol-mulkni yo'lsiz shaklda yevilish atrofimizda bizga zarar keltiradigan chiriklik, fasodchiliklarni keltirdi. Bir bino soldi. Bina o'rilib ketdi, tuyuqsizlan. Ichida o'tayotgan necha yuz odam o'lib ketdi, binoning ichidan zararlandi yoki. Mushu bir yomon oqibat, masalan, nurg'un odam jiniga zomin bo'lgan bu yomon oqibatni surishti qilib apagan vaqtimizda, mushu bino solgan vaqtda ya injener bir yerdan pora elib, buning ishlatadigan materiallarni sifatiga diqqat qilmaydi. Ya buni tekshirib o'tkazib oladigan bir mas'ul o'rin pora elib yoki bu yo'lsizliklar bilan buni yaxshi tekshirib elib olmaydi, sifatli mas'ul chiqadi. Bu binoni sağanlar materiallarda qisidi pul chiqarish uchun masalan. Demak, har bir yomon ishninki, har bir bizga zarar keltirgan ishninki surishti qilib, sirib apasa ipning uchidan bir haqsiz manfaat qozonish, haqsiz qozonish chiqadi. Esingizda bo'lsin. Boshqa boshqalarning mol-mulkini aranglarda haqsiz yo'llar bilan yavanmanglar. Bunun dairesi en köp. Bir aşxanadan tamak yedin, tamakta zehirlendin. Mesela, yine sürüştü kılıp aparsan, şu aşxananın igisinin sana, senin gelinine amanet koygan sana vapa qılmaqanlıqı. Yani sana belgen tamak işletken ham materyallarda xiyanat qılgan bir mesele oturuğa çıkıdı. Yani umuni modelse senden ağan pulni haqsiz yo'llar bilan elivelish masalasi. Asli o haqliq olmoqchi bo'lsa, biz uni bizga pokiz tamoq qurdi. Masalan, xam materialni pokizini ishlatdi, halolni ishlatdi deb ishonch qilib kiramiz bir oshxonaga, ammo o pokiz bo'lmagan pulisi azan deb bilan halol bo'lmagan narsalarni ishlatib bizni oxiratda kasal qildi. Masala yana shu haqning mol-mulkini yoki boshqalarning mol-mulkini yo'lsizlik bilan elivelish masalasidan boshlanadi. Demek her bir çiriklik, her bir eskilik, her bir zararının arkasından başkalarının mal mülkini
haq olmagan yollar bilan qanday qilish, evilish chiqadi. Hatto oramizdagi bu pulg'lam qartilgan masala emas. Hatto ma'naviy haqlardami shakllanadi. İş bitirganlarimiz o qarasa sap nimba növbet var yana. Tertip var. Qarasan ya 40 ya 50 adam ba aldığında 2-3 saat saqlab ketadigandak asta bir tunuşun chiqadi. Tunuşunga ha-hu deb ishlarni oldin ala yani atlab bijirse bir adamning haqqini yeysa yoki birisiga ozroq pora berib işlerini başka tüşükten hal qilsa bir adamning haqqini yeysa buning hammasi yani o'xshashlar. Men birisinin haqqini yemedim bu deb o'ylashim mumkin. Ammo sening shu ishingni bijirilgan vaqtda boshqaning ishi bijirilgan vaqt. Sen kechib kelding, bu ratning oxiriga tizilding, sening o'rning bu bo'lish kerak. Ammo o'zing kechib kelib, sendan burun kelganlarning navbatini orlab turib ishingni bajarding, haqning haqqini yeding. Chunki sendan burun o'zining qiliqdagi ishlarini tashlab, vaqtini sarf qilib, nurg'un ishlardan voz kechgan bir odam bor oldingda. Sen shu vaqtlarda nurg'un ishlarni qilib olding, ishlarni qilib bo'lib kelib, yana uning vaqtini elib, ishini bajarding, u odam ilgirki vaqtidan va keyingi vaqtidan ziyon tortadi. Bu haqning o'xshash haqqi. Chunki vaqt insonning hayoti. İnsan demek vaqt demek, insonning mol-mulki demek vaqt demek. Chunki hamma narsa vaqt orqali qozoniladi. Buni hargiz bir navbat atlash qilib, bir septiki odamning oldida qilib olish qilib deb asla va asla o'ylama. Bu o'xshashlar boshqaning mol-mulkini qanday yevelish, haqsiz yo'llar bilan yevelish hisoblanadi. Am demişədə, yəni bir diqqətimizin çəkdiğən nöqtə ayətdəki "Və la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil" mal-mulklarını arаңlarda haqsız yollar bilan yevanmanglar. Hakimlarga bu mal-mulklarını aprab, məsələn, hakimlardan tayinib, kişilərning mal-mulkining bir qismini haqsız yevilishinglar üçün bunda qılmanglar sizlar deyapti. Bunda qılmanglar bilib turib. Amma Allah işlətgan bir ifadə var. Bir qismini deydigan bir ifadə var-da. Bu demek nim demek desanlar Allah subhanahu wa taala bir ishni beka haram qilmaydi. Bir ishni beka cheklemaydi. Bir ishning hammada mesela bir jamiyatda 100 adam bor desak, bir ish 100 adamning hammaga foydali bo'lsa, asla bu ishni cheklemaydi. Sanab chiqsanglar bo'ladi. Islom cheklagan har qanday ish insonlarning hatto 60% ga foydali deb sanab chiqolmaysizlar. Köp hallarda din çekligen, Allah çekligen işler, din çekligen, Allah çekligen işler, cemiyetinin az bir kısmı münasebetli kuruldu. Çeklengen, zararlik, ama davamlaşıvatkan bir işten çoğum cemiyetteki ma'lum bir gruppa payda ellivatkan boludu. Bu noktanı düşünüş gerek. Eğer birisi hemmeden paydalık olsa, bunu Allah asla çeklemeydi. Hemmeden zarar olsa, bunu kişiler asla kınmaydı. Belki köp sallık kişilerge ziyan bir kısım kişiler bunundan menfaatlanatkan buludu. Şu menfaatlanatkan bir kısım kişiler an şu işini devam kıldırdı. Yani demek dinning çekligen işleri, dinning talimatı insanların ki köp kısmının menfaatiga münasebetlik. Köp kısmının menfaatiga münasebetlik. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki umumi ahkamlar, hükümlerinin ahvalıga qarasanlar, hükümlerinin köpünçünün başında وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلُ الْعَفَّ Sura Bakara. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ Mesela neme çıkım kıldıqanlık haqqında ular soraştı, hayız haqqında sorawatıdı, soraydı, yetimler haqqında soraydı, neme xalaydiganlık haqqında soraydı, Zilqarnayn haqqında soraydı, Anfal haqqında soraydı. Qarama. Muşunun hammasi de soraydı devatıdı. Nime üçün soraydı? Bir yerda bir umumi cemiyetning menfaatiga munosabatlik bir ish var. Cemiyetga bog'liq bir ish var. Dedim ya, cemiyetning hammaga foydali bo'lib kelsa, hech kim so'maydi. Hammaga ziyonli bo'lib kelsa, yana hech kim so'm chunki qilmaydi uni insonlar. Ammo bu yerdan o insonlarning umumi to'piga ziyonli menfaatlanayotgan bir qism odamlar jamiyatni surdirayotgan bir ishlar bo'ladi. İnsanlar bu haqda so'raydi yani. Bu qanday ish deb. Allohning hukmi bu shaklda qana qiladi, keladi.
Bu şekilde ya to'g'ri, ya xato degandek mana shaklda keladi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. İnşallah dersimizning oxirini kelasi soatlik darsimizda davomlashtiramiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.